İslam'da halal ve haram. 4. bab. 2. Muamelelerde. Allah Taala insanlarni bir-biriga muhtoj qilib yaratgan. Shunga har bir kishining qo'lida o'ziga lozim bo'lgan hamma narsa topilmaydi. Kishining qo'lida o'z hojatidan ortiq narsalar bo'ladi. Hamda boshqalarning hojatidan ortiq bo'lgan narsalarga muhtoj bo'ladi. Bu sababdan dunyodagi hayot o'z yo'lida minish uchun Alloh Taala insonlarga ilm setim va turli yo'llar orqali tovar va manfaatlarni almashtirishni, o'zaro almashtirishni bildirgan. Peygamber aleyhisselam peygamber bulup öğretilgen çağda Araplarının bazı ilim setim ve tovar almashtirish usullari bor bulup, Peygamber aleyhisselam ularning islom şeriatiga zid kelmaydigan bazı muomala usullariga yo'l qo'ygan. İslam şeriatining nishon va ko'rsatmalariga uyg'un kelmaydigan bir qism muomala usullarini bo'lsa cheklagan. Bu cheklama bir necha mazmunning bo'liqligiga o'xshash asoslangan. Masalan, gunoh sabab bo'lish, aldash, nohaq foydalanish va zulm qilish qatorliqlarga o'xshash. Haram qilingan narsalarni setish haromdir. Adette İslam çekilgen birer günah üçün kılınılgan yoki kishilar ma'lum bir günahni qilish uchun setib olgan narsalarni elib setish, uning tijoratini qilish haromdir. Masalan, cho'shqa, mast qiluvchi ichimlik va chekimlik. Umuman qilib aytganda, harom qilingan yemek-ichmaklar but, heykal, kirs belgilari qatorliq narsalarga o'xshash. Bunday narsalarni elib setib tijorat qilishga yo'l qo'yish, ashu gunoh narsalarga tashviq qilganlik yoki ashu ularni yaqinlashtirib qulaylik yaratib berganlik bo'ladi. Cheklash bo'lsa, ularning non-nishonini yo'qotib, kishilarni ulardan yiroqlashtirganlik bo'ladi. Shunga Peygamber aleyhisselam mundaq degan: Alloh va uning payg'ambari aroq, o'zilib qolgan hayvon, cho'shqa va butlarni setishni harom qildi. Yana mundaq degan: Alloh biror narsani harom qilsa, uning qulini harom qiladi. Noma'lum narsani setish cheklangandir. Setilgan tovarning noma'lum bo'lishi ikki taraf orasida jidalga yoki bir tarafdan yana bir tarafni aldashiga sabab bo'lganligi uchundir. Peygamber aleyhisselam jidal bilan aldamchilikning yo'lini topgan holda talash tortish tug'diradigan har qanday kelishimni cheklagan. Bu vaqtda hayvonning qo'rqitidagi narsani, osmondagi qushni, suvdagi baliqni va har qanday noma'lum bo'lgan narsani setish to'g'riliq cheklama kelgan. Buning bir misoli burun kishilar meva, sayko'ksat va ziroatlarning to'ng vaqtida setishyapti. Ular suvda kelishini tuzib bo'lgandan keyin setilgan narsalarga tabiiy ofat tegib, huzur va e'lon bo'ladi-da, setib olg'uchi bilan sotuvchi o'rtasida jidal paydo bo'ladi. Sotuvchi men setib bo'ldim, suvda tutib bo'ldi desa, alg'uchi menga usulni sotgan eding, men usul olmadim deydi. Shunga Peygamber aleyhisselam to'ng mevani pishmoq setishni cheklagan. To'ng mevani setish mevasini darhol o'zib olishni yoki kesib olishni shart qilib sotgan ahvolda durust bo'ladi. Peygamber aleyhisselam yana bug'doy oshqini oqarib, ofat mezgilidan o'tib bo'lg'ich setilishni cheklagan. Yana navoda Alloh huzur bermay qolsa, nimaga asosan qarindoshlarning pulini olasizlar degan. Noma'lumlikning har qanday cheklangan emas. Chunki setiladigan ba'zi narsalar ancha-muncha noma'lumlikdan xoli bo'lmaydi. Masalan, uy setib olmoqchi bo'lgan odam uyning ostiga yoki tom oralariga qaray olmaganligiga o'xshash. Lekin bu yerda cheklangan narsa talash tortish, jidal va boshqalarning haqqini nohaq olishga olib boradigan, ko'z yumg'ul bo'lmaydigan narsaning noma'lum bo'lib qolishidir. Agar urf-odatda mayli da'vatiladigan narsa noma'lum bo'lib qolsa, suvda harom bo'lmaydi. Masalan, yerik ko'milib turadigan sabza, churuq, chamg'ur va piyoz qatorliqlarni qo'g'in tavzliqlarni setishga o'xshash. İmam Malikning qarashicha, suvda kelishimida kechiritiladigan darajada ozg'in noma'lumlik bo'lsa, kishilarning bu narsaga ehtiyoji zo'r bo'lsa, suvda to'g'ri bo'laveradi. Bozor bahsi bilan o'ynashish. Islom bozorni to'liq erkinlikka qo'yib berishni xohlaydi. Bozorda ko'rsatilgan tovar bilan tovarga bo'lgan talabga tayangan tabiiy qonuniyatlarning erkin rolini joriy qildirishni tashabbus qiladi. Shunga bahorilib ketgan bir chog'da sahobalar Peygamber aleyhisselamga "Ey Rasululloh, bizga baho bekitib bersizlar" deb iltimos qilgan. Peygamber aleyhisselam ularga mundaq degan: "Bahoni bekitguchi, rizqni azaytib kengaytguchi Allohdir. Men Allohning oldiga hech biringlarning qon yoki mol to'g'riliq mendan naqd qilmaydigan holatda berishni umid qilaman." İslam payg'ambari bu hadis orqali zo'r bo'lmaganda, shaxslarning erkinligiga aralashishining nohaqchilik va zulm ekanligini, Allohning huzuriga bunday zulmdan pok berish kerakligini e'lon qilgan. Lekin ba'zi tijoratchilarning monopolchilik qilib olib, baho bilan o'ynashidek benormal omillar bozorga ta'sir ko'rsatishda, bunday ahvolda ko'pchilikning manfaati ba'zi shaxslarning erkinligidan ustun turdi. Shunga bunday ahvolda jamiyatning zarur ehtiyojini ko'zda tutib, tamaxur butparastlarning ziyonkashligini jamiyatni qo'llash uchun ularning yomon niyatiga qarshi turgan holda baho bekitishga ruxsat qilindi. Yuqorida tillangan hadisning ma'nosi ziyondan qo'dab qilish yoki ig'ir zulmga yo'l qo'ymaslik uchun bo'lsa-mu, hech qanday ahvolda baho bekitish bo'lmaydi deganlik emas. Balki Imom Ibn Taymiya qatorliq katta olimlar muayyonlashtirgandek, baho bekitishning zulm bo'lganligidan harom qilinganini, adolat bo'lganligidan yo'l qo'yilganlar bor. Imom Ibn Taymiya mundaq degan:
Agar baho bekitish kishilarga zulm qilishni, ular rozi bo'lmaydigan bahoda tovarlarni setish huzurlashni va Alloh ruxsat qilgan narsani yo'qlig'ini qo'ymay tutilishni keltirib chiqarsa, bu chog'da harom bo'ladi. Agar kishilarga adolat ilib keladigan bo'lsa, masalan, jamiyat zarur muhtoj bo'lgan narsalarni bozor narxida setish huzurlash, tovarning badalidan ortiq pul elishni cheklashda kishilarga baho bekitib berish joiz bo'lib qolmay, balki vojib bo'ladi. Yuqori hadis birinchi turib qarta aytilgan. Şuna kishilar tovarlarni zulm bo'lmaydigan shaklda odatdagidek sotsa, shundoq turuqliq tovarning qisqadan yoki iste'molchilarning ko'payib ketishidan baho o'lib ketgan bo'lsa, buni kishilardan ko'rsak bo'lmaydi. Shunga ahvolda kishilarni ma'lum bir bahoda sotishga majburlash ularni naq zo'rlaganlik bo'ladi. Ammo ikkinchi turdagisi bo'lsa, kishilarning qattiq zarur ehtiyoji bor turuqliq tovar egalari texim yuqori bahoda olmasang sotmayman deb turilishdek ahvol bo'lib, bundaq ahvolda ular tovarni bozor narxida sotish kerak. Baho bekitishning bozor narxida sotishga zo'rlashdan boshqa bir ma'nosi yo'q. Baho bekitish bu yerda Alloh buyurgan adolat zo'rlashdan iborat bo'ladi. Monopoliyachi la'nat qilingandir. İslam dini sovet-etiqda shaxslarning erkinligiga kafolat qilgan bo'lsa-mu, lekin bir qism kishilarning shaxsiyatchiligi va tamoxo'rlik tufaylidan xalqning ozuqligi va zarur ehtiyojli narsalarda bo'lsa-mu, boshqalarning hisobiga o'zlarini bekitishga urinishi qattiq ayblangan. Bu sababdan payg'ambar alayhissalom monopol qilishni qattiq talaffuzda cheklagan holda mundoq degan: Kimki ozuqligini 40 kun monopol qilib olsa, Allohdan ado judo bo'ladi. Allohmi undan ado judo bo'ladi. Yana mundoq degan: Gunohkordan boshqasi monopolchilik qilmaydi. Bu hadisda monopolchilikni harom qilishga asos bo'lib, bu hadisdagi gunohkor degan so'z oddiy so'z emas. U bo'lsa Qur'on Karim Firavun, Aman va uning qo'shnilaridagi zolim mustabidlarni sifatlagan so'zdir. Qur'on Karimda Alloh taolo mundoq degan: Shubhasizki Firavun, Aman va ularning qo'shnilari gunohkorlardan edi. Payg'ambar alayhissalom monopolchilikning psixikasi va xunuk shaxsiyatchi Abdubashirni mundoq deb eshitib tashlagan. Monopolchi nima degan o'sal odam? U baho tushganligini anglasa qayg'uradi. Qimmatchilik xabarini anglasa xush bo'ladi. Yana Imom Ibn Majah, Darimiylar payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan ekilib sotqichi rizq berilguchidir. Monopolchi la'nat qilinuvchidir. Chunki tijorat ikki yo'l bilan foyda oladi. Birinchisi, kishilar izlab topolmay qolganda qattiq hojatmand bo'lganlarning kelib bahosi favqulodda qimmat bo'lsa-mu degani elib ketish uchun tovarni besib yetilish yo'lidir. Mana bu monopolchilikdir. Yana bir yo'l bo'lsa, mal ekilib, azroq foyda bilan setib o'tib, yana ekilib, azroq foyda setib o'tib, mushtariqat davomlashtirishdir. Bundaq foydalash jamiyatning manfaati uchun texmi muvofiq ham barakatli. Bundaq tijoratchi payg'ambar alayhissalom bishorat bergandek rizq berilguchidir. Monopol qilish va baho bilan o'ynashi shaqqatga muhim masalalarning biri bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning bahosi sahabisi Hazrati Ma'qil ibn Yasar rivoyat qilgan hadisdir. Hazrati Ma'qilning kesili og'irlashib qolganda Umayyadlar davlatining valisi Ubaydullah ibn Ziyod uni yo'qlab kelgan. U Ma'qilga: "Ey Ma'qil, bilamsan, men harom qon to'kdim" deganda u "Bilmayman" deb javob bergan. U yana: "Mening musulmonlarning baholarga aralashganligimdan xabaring bormi?" deb so'radi. U "Xabarim yo'q" deb javob berdi. Keyin Ma'qil meni o'ltirg'izib qo'yinglar deb o'yir o'ltirib bundoq dedi: "Ey Ubaydullah, quloq solib anglag'in. Men sana payg'ambar alayhissalomdan bir yoki ikki qitim emas, bir necha qitim anlagan bir hadisni aytib beray. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan. Bahoni o'rnatish uchun musulmonlarning bozor bahosiga aralashgan odamni Alloh taolo qiyomat kuni ulug' o'tda o'ltirishga haqlidir." Ubaydullah undan "Sen payg'ambar alayhissalomdan anglaganmiding?" deb so'raganda Ma'qil bir yoki ikki qitim emas deb javob bergan. Bu hadisning mazmunidan ulamolar monopol qilishning cheklanishi uchun ikki shart borligini yakunlab chiqqan. Birinchisi, monopol qilish shu yurt va shu paytdagi yurt aholisiga ziyonli bo'lishi. Ikkinchisi, monopol qilishda o'z hasilab foydalanish uchun boshqalarga bahoni o'rnatish maqsad qilingan bo'lishi. Bozor erkinligiga aralashish. Payg'ambar alayhissalom yezliqning milini shaharlikning setib qo'yishini cheklagan. Ulamolarning aytishicha, bu savdoning shakli mundoq. Yeziliq yat bir odam bozorning talabi bor bir molni shu kunning bahosida setib kelish uchun shaharga kelganda, shaharlikdan birisi kelib uningga "Meningni man qo'yib qo'ygan, qimmatroq bahoda oldirmay setib beray" deb mol ilib qilib, bahoni o'rnatishga sabab bo'lishidir. Navoda yeziliq milini o'zi sotgan bo'lsa, ham baho arzonlaydi, ham o'zi foydalanib jamiyatga foyda yetkazgan bo'ladi. Burungi jamiyatlarda bunday ishlar keng tarqalgan edi. Hazrati Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi: Bir qo'rsoqdan chiqqan akukisi bo'lsa-mu, shaharlikning yezliq uchun setib qo'yishidan cheklandik. Buningdan umumiy manfaatning shaxsiy tuqqanchilikning usul turliligini bilib olaymiz. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Shaharlik yezliq uchun setib qo'ymaydi. Kishilarning Alloh ularga bir orqali bergan rizqini yeyib qo'yinglar.
Peygamber aleyhisselamның kişilerinin Allah ularga bir araqlıq bergen rızkını yegili koyunlar degan bu ixcham so'zi tijorat sohasida intayin muhim bir prinsipni belgilaydi. U bo'lsa bozor va bozordagi bag'ali shaxslarning aralashib ta'sir ko'rsatishiga uchratmasdan normal raqobat va tabiiy omillarga qo'yib berish kerak. Hazrat ibn Abbos radhiyallohu anhuma shaharlik yezliqni setib qo'ymaydi degan hadisning ma'nosi haqida so'ralganda ma'nosi uningdan shirinliklarni ilib salohiylik qilmasin deganlik bo'ladi degan. Demak, u yezliqni hech qanday qilmagan holda uningga bozor ahvolini tunitib yo'l ko'rsatib nasab qilsa chatoq yo'q. Chunki u nasab qilsa xolis nasab qilgan bo'ladi. Nasab bo'lsa dinning bir qismidir. Balki u din samimiy nasabdir degan hadisga asosan dinning samimisidir. Yana bir hadisda agar biringlar qarinishni yo'l ko'rsatishni talab qilsa, uningga yo'l ko'rsatsin deyilgan. Ammo ko'pincha ahvolda shirinkani oladigan bidik yoki dallolning shirinkaniga bo'lgan erishmanligi bundaq muomalalarda umum manfaatni ko'zlashni unutib turib qo'ydi. Bedikchilik haloldir. Yuqorqidan boshqa ahvollarda bedikchilik qilsa bo'laveradi. Chunki u olg'uchi bilan sotuvchi o'tirisida vositachilik va dallollik qilishdir. Bu ko'pincha ahvollarda ikki tarafga yoki bir tarafga ko'plagan tovar mollarni va manfaatni qulaylashtirib beradi. Tijorat muomalalarining murakkablashishiga ergashib, savdo vositaligi hozirgi asrimizda burunqidan bekrak zarur bo'lib qoldi. Tijoratdagi import, eksport va to'pparcha savdolarda vositalar muhim rol o'ynaydigan bo'lib qoldi. Vositachi o'zining topgan nafqani tutishgan bo'yicha ya ma'lum miqdorda pul, ya foydaning ma'lum bir zidini shaklda olsa bo'ladi. İmam Buxoriy Sahih hadislar to'plamida mundaq deydi. Ibn Sirin, Ata, İbrahim va Hasan qatorliq olimlar bidikchi aqlsa hech gap yo'q deb qaragan. Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan. Bu kiyimni sotqin, munch puldan ortiq sotilsa ortiq sening deyilsa bo'ladi. Ibn Sirin mundaq degan. Agar buni munch pulga sotqin, foydasi sana yoki foydasini tanglayli desa bo'laveradi. Peygamber alayhissalom mundaq degan. Musulmonlar shartlar turadi. Vositachining ish haqi halol bo'lishi uchun ikki shart bor. Biri bir tarafga foyda yetkazish yoki o'zi foydalanish uchun ikki tarafning perini aldamaslik. Ikkinchi, kishilarning aqlonligi, soddaligi yoki hojatmanligidan foydalanib aldamchilik qilmasdan o'zining chiqargan kuchiga to'kkan ta'riga loyiq aqilish. Tijoratda aldash va nohaq foydalanish haromdir. Bozorga ziyonli shaklda aralashishni cheklash uchun Payg'ambar alayhissalom musulmonlarning tovar bahosini xaridorlarga o'rgatish uchun molni yuqori bahoda olgan xaridor bo'lib ko'rinishni cheklagan. Bundaq qilgan odamning sotib olish niyati bo'lmasdan, balki boshqa kishilarga tovarni qimmatroq oldirish niyati bo'ladi. Ko'pincha ahvolda mol egasi bilan bitishib, xaridorlarni aldash uchun shunday qiladi. Savdo muomalasi bozor bahosidan azdan sotib olish va tijoratda nohaq foyda olishning har qanday shaklda xoli va yiroq bo'lishi uchun Peygamber aleyhisselam mal bozorga yetib kelishdan burun malning oldiga chiqib sotilishni cheklagan. Chunki bunday qilish malni bozorning normal o'zgarishiga qarab munosib holda sotish to'sqinlik qilganlik bo'ladi. Ba'zi mal egasi bozordagi bahodan xabarsiz bo'lib qolib, aldanib ketadi. Shunga Peygamber aleyhisselam malini oldiga chiqqan odamga bozor bahosidan xabarsiz holda azon sotib qolgan odamga bozordagi haqiqiy bahoni qandan keyin pushaymon qilsa, savdodan yeni bilish ixtiyorini bergan. Kimki bizni aldaydi ekan, u bizdan emas. İslam dini ilim setimda ve insanlar arasındaki barlıq muamellerde aldamçılık ve saxtapazlikning har qanday shaklini harom qildi. Bundaq bo'lgan ekan, musulmon kishi barlıq ishlarda rostchil bo'lishi, boshqalarga samimiylik bilan yo'l ko'rsatishni moddiy manfaatdan bekrak foyda qilib bilishi kerak. Payg'ambar alayhissalom bundaq degan: "Ayrilib ketmoqchi olg'uchi bilan sotuvchi har ikkalinining yenilish ixtiyori bor. Navoda ular rostchil bo'lib, maldagi aybdan xabardor qilsa, ularning savdosiga barakat beriladi. Navoda yolg'on aytib, malning aybini yashirsa, savdosining barakati yo'q bo'ladi." Yana bundaq degan: "Maldagi aybni bayon qilmay setish hech kimga halol bo'lmaydi. Maldagi aybni bilgan kishining aybini bayon qilmasligi haromdir." Payg'ambar alayhissalom ochliq setib olgan bir kishining oldidan o'tgan edi. Uning ochliqi yaradi. Ochliqqa qo'lini tutsa, ochliqning nima ekanligi oshkora bo'ldi. Ochliq egasidan bu nima ish deb so'rasa, egasi yomg'irda qoptikan deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Undaq bo'lsa, kishilarning ko'rishi uchun nima yerni ustiga chiqarib qo'ysang bo'lmasmidi? Kimki bizni aldaydi ekan, u bizni emas" dedi. Yana bir hadisda kelishicha, yana bir rivoyatda kelishicha, ochliqni egasi chiroyli tuzab qo'ygan bo'lib, Payg'ambar alayhissalom ochliqni ostiga qo'lini tiqsa, ostidan nachar ochliq chiqqan. Buni ko'rib Payg'ambar alayhissalom uningga: "Ma'uni ayrim sotqin. Kimki bizni aldayotgan bizni emas" degan. Buningga binoan ilgirki musulmonlar moldagi aybini yoshirmay, ko'rsatib sotadi. Yolg'on so'zlamay, rost so'zlaydi. Aldamay, samimiy muomala qiladi. Ibn Sirin bir qo'y sotgan chog'da olg'uchiga bu qo'yning alabni puti bilan ilishtiriladigan aybi bor. Buni deb qo'ymsan bo'lmaydi degan.
Hasan ibn Salih bir kinizak satqanda alg'uchiga u bizning o'ydik chaqda bir qatim qon tükürgen edi degan. Baho tövellep ketsimi uning vijdoni bu bir qatim bo'lgan voqeani aytmay turolmagan. Ko'p qasam qilish. Aldamchilikni yolg'on qasam bilan yogisi gunohi texim ig'ilishidi. Payg'ambar alayhissalom umuman qasam ichishdan, xususan yolg'on qasam ichishdan to'sqan va mundoq degan. Qasam molning bozorini chiqaradi, barakatni yo'qotadi. To'g'rida ko'p qasam ichish birinchidan muomala qilishlarni Alloh shiorisi bo'lib qolish jihatdan gumonliq ish bo'lganlikdan, ikkinchidan qalbdan Allohning ismini o'g'lash ruhini yo'qotish sabab bo'lganlikdan yomon ko'rilgan ishdir. Taroza va kamchilikni kam berish. Aldamchilik turlarining yana biri bo'lsa, taroza va kamchilikni kam berishdir. Qur'on Karimda muomalaning bir tarafiga alohida ko'ngil berilgan hamda uni An'am surasining oxirgi 10 tavsiyaning biri qilgan. Kamchanni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuch yetmaydigan ishda qilmaymiz. Alloh taolo yana bundoq degan: sizlarni boshqalarga kamchilab bergan to'liq kamchilanglar va to'g'ri tarozi tartib beringlar. Bundoq qilish yaxshidir. Oxiratliklar uchun texmi obdandir. Yana bundoq degan: kamchanda va tarozi kam berguchilarga voy. Ular kishilardan kamchilab olgan chog'da to'liq oladi. Kishilarga kamchilab yoki tartib bergan chog'da kam beradi. Ular büyük bir kunda tirildiğalıqqa işenmemdi. Bu kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Bu masalada musulmon kishi kuchining yetishicha diqqat qilish kerak. Chunki haqiqiy odillikni tasavvur qilmoq qiyin. Shunga Qur'on Karim boshqalarning haqqini tarozi va kamchilikni to'liq beringlar degan buyruqni orqadilla hech qanday odamni kuch yetmaydigan ishga qilmaymiz degan. Qur'on Karim bizga muomalada adolatsizlik qilgan, tarozi va kamchilikni soxtalik qilgan kishilarning haqqini yeyolgan bir millatning o'tganligini, Alloh taolo ularni adolat va tavhidga qaytarish uchun ularga payg'ambar avatganligini bayon qilib bergan. Bu millat Shuayb alayhissalomning millati bo'lib, Shuayb alayhissalom ularga bunday deb nasihat qilgan: kamchilikni to'ldirib beringlar, kam berguchilardan bo'lmanglar, to'g'ri tarozi tortinglar, kishilarga narsalarni kam bermanglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Musulmon kishi butun hayoti va barliq muomalalarida mushu muomala usulini ilgari qilish kerak. Tarozi va kamchanda o'ziga ayrim, boshqalarga ayrim ikki xil bo'lmay, o'zining haqqini to'liq olgandek boshqalarga ham haqqini to'liq berish kerak. O'g'irlangan va bulangan narsalarni setib olish o'g'ri bilan bulanchiq sherik bo'lganlikdir. Jinoyatchini siqib chiqarib, jinoyatga qarshi turish uchun harom qilingan muomala turlari qatorida yana bir narsaning bulangan yoki o'g'irlangan yoki nohaq tortilgan narsa ekanligini bilib turib, u narsani setib olishmi musulmon kishiga harom qilingan. Chunki bu bulangchi yoki o'g'ri yoki tajovuzchining bulash, o'g'irlash va tajovuzchilik jinoyatiga yordam berganlik bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: kimki o'g'irlangan narsani uning o'g'irlangan narsa ekanligini bilib turib setib olsa, uning gunohiga va deg'iga sherik bo'lgan bo'ladi. O'g'irlangan yoki bulangan narsani setib olish fursatni taraytib o'tishmi o'g'ri yolg'on bulanchilikni azaytadi. Vaqtning o'zirishi o'g'irlangan yoki bulangan narsaning sutini o'zgartirmaydi. Chunki islomda uzun muddatning o'tishi harom narsani halol qilolmaydi. Hamda ko'nirish bilan asligisini haqqini tushiritilmaydi. Bu hozir qonunlardan shundoq. Jazoni haromdir. Islom tijorat yo'li orqali pul topishni mubah qilgan. Alloh taolo bunday degan: ey iymon etganlar, bir-biringlarning mollarini o'zaro nohaq yo'l bilan yeyolmanglar. Faqat sizlar o'zaro rozi bo'lish qilishgan tijorat buning sirtida. Yana tijorat uchun safarga chiqishlarni maqtab bunday degan: ba'zilar Allohning fazlini tilab yer yuzida safar qiladi. Lekin islom pul melini jazoni ko'payish o'rnidan har qanday kishiga yo'lni taqab, jazonining ko'pinimi, izinimi harom qildi. Jazoni cheklangan turuqliq, jazoni yegan yahudiylarni qattiq tanqid qildi. Qur'on Karimning eng oxirida nozil bo'lgan oyatlar ichida buni oyatlar bor edi. Ey iymon etgan kishilar, mo'min bo'lsanglar Allohning azobidan saqlaninglar, qolgan jazoni tashlanglar. Agar undoq qilmasanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar tavba qilsanglar, sarmoyanglar o'zingizlarga qaytadi. Boshqalarni ziyon tortmaysizlar, o'zingizlarni ziyon tortmaysizlar. Payg'ambar alayhissalom jazoni va jazoni urush e'lon qildi. Hamda uning jamiyatga bo'lgan xatarni bayon qilib bunday dedi: jazoni bilan zina bir yurtda oshkor bo'lsa, u yurtning xalqi o'zlarini Allohning azobiga loyiq qilgan bo'ladi. Jazoni cheklagan samoviy dinlar islom dinida emas. Chunki yahudiylarning Tavratda bunday deb ko'rsatilgan: qarindishing amratlashib qolsa, uningdan foyda yoki manfaat talab qilmay pul qarz bergan. Xristianlarning Luqa Injilida bunday deyilgan: yaxshi ishlarni qilinglar, foydani kutmagan holda qarz berib turinglar. Shundaqla savobinglar ko'p bo'ladi.
Əfsunarlıq shuki Tavratqa burmulğuchi soğuq qo'llar tegib, yuqoridagi qarinishing degan so'zning hukmini Yahudiy qarindoshga xos qilib qo'ygan. Tavratning Tasniyatul İştira parasida mundaq deb ko'rsatilgan: "Yatqa o'sim bilan qarz ber, lekin qarinishingga o'sim bilan qarz berme." Jazoni cheklashning hikmati. İslam jazoni masalasida qattiq chong turib, uning haromligini ta'kidlaganligi faqatla insoniyatning axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy manfaatini ko'zlaganlikdir. İslam alimlari jazoni harom qilishning hikmati haqida bir qancha sabablarni ko'rsatgan bo'lib, yangi tadqiqotlar bu sabablarning o'rinliq ekanligini muayyanlashtirgan hamda uni ta'kidlab qo'llagan. Bu haqda Imom Raziy tafsirida bayon qilgan sabablar bilan bo'ldi qilamiz. Birinchidan, jazoni boshqa bir insonning malini badalsiz olishni taqozo qiladi. Chunki 1 tangani 2 tangaga sotadigan kishi 1 tangaga badalsiz ega bo'lgan bo'ladi. Kishilarning pul mali ehtiyoji g'isib olingan bo'lib, uni o'rinsiz yig'ishning cho'ng haromlik tarafi bor. Hadisda shunday ko'rsatilgan: insonning pul malining haromligi qinning haromligiga o'xshash. Shunga uning pul malini badalsiz olish harom bo'lishi kerak. Ikkinchidan, jazoni tayinish kishilarni har xil gunoh kasblardan shug'ullanishdan to'sib qo'ydi. Chunki 1 tanga egisi jazoni kelishim orqali naqd pul yoki nasiy bo'lsin, ortiq 1 tangani qo'lga keltira olsa, bundaq tirikchilik qilish uningga yengil tuyuladi-da, hunar kesib, tijorat va sanoatlarning mushaqqatlarini tortish uning ig'ir keladi. Mana bu ahvol xalqning manfaat yo'llarini uzib qo'yishga olib boradi. Ma'lumki, tijorat, hunar kesib, sanoat va gullantirish qatorliqlar bo'lmasa, dunyo taraqqiy qilmaydi. Iqtisodiy qarashmi bu hikmatni qabul qiladi albatta. Uchinchidan, jazoni kishilar orasida qarz orqali taqdim qilish ro'yining yo'qolishini keltirib chiqaradi. Chunki jazoni cheklansa 1 tangani qarz berib, keyin shu 1 tangani qaytarib berishga ko'ngli rozi bo'ladi. Navbat jazoni yo'l qo'yilsa, muhtojning ehtiyojidan foydalanib 1 tanga o'rniga 2 tanga olg'isi keladi. Mana bu ahvol yaxshilik qilish, xayr ihson qilish va qiyin ahvollar ostida asqish qatorliq esil ruhlarni yo'qotib qo'yadi. Axloqiy jihatdan buningga tan bermak bo'lmaydi. To'rtinchidan, ko'pincha ahvolda qarz bergichi boy, qarz olg'uchi kambag'al bo'ladi. Bundaqda jazoni yo'l qo'yganlik boyga ojiz kambag'alning pul mulkini ortiq olishga yo'l qo'yganlik bo'ladi-da, bu ish rahimdillikka zid keladi. Mana bu ijtimoiy manfaatni ko'zlashdir. Buning ma'nosi jazonida kuchlikning manfaati uchun ozning suyini siqib chiqarish degandek illatlar bo'lib, natijada boy texmi beyib, kambag'al texmi kambag'allashib ketadi. Bu ahvol jamiyatdagi bir tabiqaning boshqa bir yoki bir qancha tabiqalarning qontlari badaliga bo'rilib ketishiga olib boradi-da, jamiyatda hasad va o'chmanlik paydo qiladi. Jamiyat tabiqalari o'rtasida o'zaro sinfiy kurash o'tini yoqadi. Turli qarg'alarcha inqilob va sog'lom bo'lgan fikrlarni keltirib chiqaradi. Yaqinqi tarixmi jazoni va jazoxo'rlarning iqtisod, siyosat, yerlik va xalqaro tinchlik nisbatan naqadar xatarli ekanligini isbotladi. O'sim yigizgichi va jazoni kelishimini yozuvchi. O'sim yegichi pul malini qarz olg'uchiga berib turib, uni o'sim bilan qaytarib oladigan kishidir. Bundaq odam Allohning va kishilarning nazarida shaksiz mal'undir. Lekin islom o'zining harom qilishdagi xohish bo'yicha bu jinoyatni o'sim yegichiga qartib qo'ymay, balki o'sim yegizgichinimi, ya'ni boshqalardan olgan qarzga o'sim beradiganmi, o'sim kelishini yozuvchidimi va o'sim kelishimiga guvoh bo'luvchilarnimi bu jinoyatning gunohiga sherik deb qaradi. Hadisda mundaq kelgan: Alloh taolo o'sim yegizgichiga, uning guvoh bo'lg'uchiga va uni yozuvchiga la'nat qilgan. Agar o'sim bergichi favqulodda jiddiy zaruriyat tufaylidan o'sim bilan qarz olishga majbur bo'lib qolgan bo'lsa, tövəndiki shartlar topilsa, jazonining gunohi faqatla o'sim olg'uchiga, guvohchiga va yozuvchiga bo'ladi. Qarz olg'uchi bo'lmaydi. Birinchi, ehtiyoj ikkinchi o'rinda turadigan to'liqlig'icha ehtiyoj bo'lmasdan, haqiqiy zarur ehtiyoj bo'lishi shart. Zarur ehtiyoj deganimiz, agar qarz olmasa halokatga tushib qoladigan, oziq-to'lik, sovuqdan saqlagan kiyim-kechak, yiqilg'u va dori qatorliqlardek hayotiga zarur bo'lgan narsalarni o'sim bilan qarz olmasa, boshqa hech qanday yo'l bilan qamday olmaslik holatiga muhtojdir. Ammo pulini texim avtish yoki tijorat doirasini texim kengaytirish bo'lsa, bundaq zarur muhtojlik doirasiga kirmaydi. Ikkinchi, bundaq zarur ahvolda zarur bo'lgan miqdorni ortiq qarz olmaslik shart. Masalan, 9 tangaga zarur ehtiyoj bo'lgan ahvolda 10 tangani o'sim bilan qarz olsa, o'sim gunohi yanada o'sim berguchiga bo'ladi. Yana bir tarafdan aytganda, u moddiy qiyinchilikdan qutulish uchun barliq yo'llarni mengib bo'lgan bo'lishi shart. Musulmon qavmdoshlarining uning yordam berishi vojib. Navoda o'sim bilan qarz olishdan boshqa hech qanday chora topolmasa, bundaq ahvolda hayotini saqlab qolish uchun shu ahvolga loyiq qarz olsa, Alloh kechiradi. To'rtinchi, bundaq majbur bo'lib qolganda o'simli qarzni yoqtirib emas, ko'nglida uning nafrat bildirib elishi shart. Shundaq qilganda Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Payg'ambar alayhissalom qarz to'g'risida Allohdan panoh tilaydi.
Musulmon kishi bilishi kerak bo'lgan islom ahkomlaridan biri bo'lsa, islom dinining musulmonning turmush va kundalik hayotida o'ttira bo'lishni buyurganligidir. Alloh taolo bunday deydi: "Isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrofxo'rlarni yoqtirmaydi. Isrof qilmag'in. Isrofxo'rlar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir." Qur'on Karim mo'minlarning pul xarajlashni talab qilganda, ulardan faqat pul mollarining bir qismini xarajlashni talab qilgan. Ular biz bergan mol-mulkni sarf qiladi. Topgan pulining bir qismini xarjlagan kishi odatda namoratlashib qolmaydi. Bundaq o'tiral bo'lish musulmonni qarz olish muhtoj qilmaydi. Payg'ambar alayhissalomning qarz olishni musulmon uchun yoqtirmagan. Chunki qarz degan erkin, hur olamning nazarida kechsa g'am, kunduzi xorliqdir. Payg'ambar alayhissalomning qarz to'g'risida Allohdan panoh tilab mundoq deydi: "Ey Parvardigorim, qarzga bo'g'ilib kishilarga xor bo'lmaslik uchun sendan panoh tilayman." Yana mundoq degan: "Kufr va qarz to'g'risida Allohdan panoh tilayman." Birisi uningdan: "Ey Rasululloh, kufr bilan qarzni bir jup topganamsan?" deb so'raganda Payg'ambar alayhissalom javoban: "A" degan. Payg'ambar alayhissalom namozda mundoq deydi: "Ey Alloh, men gunoh va qarzga bo'g'ilib qolish to'g'risida sendan panoh tilayman." Uningga: "Ey Rasululloh, sen qarzga bo'g'ilib qolishdan bakka panoh tilaydi ekansan" deyilganda u mundoq degan: "Odam qarzga bo'lib qolganda so'zlasa yolg'on so'zlaydigan, va'da qilsa va'dasi turmaydigan bo'lib qoladi." Buning bilan Payg'ambar alayhissalom qarzning axloqqa keltiradigan xavf-xatarni ko'rsatib bergan. Payg'ambar alayhissalom yana o'likning qarzini ado qilmaganligi yoki qarzini ado qilib pul-mol qo'yib ketmagan odam ekanligini bilsa, uningga jinoza namozi o'qimaydi. Buning bilan kishilarni bundoq oqibatdan ogohlantiradi. Keyincha Alloh taolo Rasulullohga nurg'un shaylarni fath qilib berganda, "Men mo'minlarga o'zirdim makrak ega bo'laman. Mo'minlar o'lib qarz qoldirsa, uni to'lash menga, mol-dunyo qoldirsa varislarga" deb qarzni ado qilmay turib o'lib ketganlarning qarzini jihad o'z g'animatlardan ado qilayotgan edi. U yana mundoq degan: "Shehidning qarzidan boshqa hamma gunohi kechiriladi." Mana bu yo'l yo'riqlarga asosan musulmon kishi qattiq ojiz bo'lmasa qarz olmasligi, qarz olishga majbur bo'lganda chuqum ado qilish niyati bilan elishi kerak. Hadisda mundoq deyilgan: "Kimki ado qilish niyati bilan qarz olsa, Alloh uni ado qilib o'tadi. Kimki qaytarib bermaslik niyati bilan qarz olsa, Alloh uni vayron qilib o'tadi." Agar muhtoj bo'lib qolgan chog'da olgan o'simsiz qarzning ahvoli bundoq bo'lgan bo'lsa, jazoni o'simlar bilan qarz olsa, ahvoli nima bo'lmoqchi? Ortiq baholi nesi setish. Bu yerda shuni aytib o'tish kerakki, musulmon kishi bir narsani naqd pul bilan sotib olsa bo'ladi yoki rozilashib pulini kechiktirib bersa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom uydagilarga bir yahudiydan nesiga oshliq sotib olib, uningga bir soatni raniga qo'ygan. Agar sotuvchi xuddi bugungi kunlarda ko'pincha tijoratchilar qilayotgandek kechiktirish sababidan bahoni oshirsa, ba'zi faqihlar zamonning badiliga molning ovishi jihatdan jazoniga o'xshab qoldiganligiga asoslanib bunday so'zni harom deb qaragan. Ammo olimlarning ko'pchiligi uni joiz deb qaragan. Chunki har qanday narsa aslida halol bo'ladi. Harom deydigan biror dalil yo'q. Hamda bu savdo jazoniga ba'ziyatni o'xshashi biroq butunlay o'xshamaydi. Sotuvchi ba'zi bir narsani ko'z tutib bahoni oshirsa bo'ladi. Ammo baho boshqalardan o'rinsiz foydalanish va aniq zulm qilishga olib boradigan darajada oshirilsa, bahoni oshirish harom bo'ladi. İmam Şevkani mundoq deydi: Hanafiylar va Şafiylar Zayd ibn Ali, Al-Muayyid billah va olimlarning ko'pchiligi joizligini bildiradigan dalillarning umumiga asosan bu savdoni joiz deb qaragan. Dalillar buni aniq ko'rsatadi. Malga oldin pul o'tkazib qo'yish. Yuqorqi masalaning aksicha musulmon kishi malning pulini naqd berib, malni ma'lum muddatdan keyin topshirib olsa bo'ladi. Bu islom fiqhida salam deb ataladi. Bu Madinada bo'lib bir xil savdo muomalasi. Bu Madinada bo'lib kelgan bir xil savdo muomalasi bo'lib, Payg'ambar alayhissalom uni islom shariatining muomalalardagi tuzumga uyg'un qilish uchun ba'zi o'zgarishlarni kirgizib, uningga bir qancha shartlarni belgilagan. Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq degan: Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganda kishilarning mevalarga 1 yil yoki 2 yil burun pul o'tkazib qo'yib savdo qilayotganligini ko'rib mundoq degan: Kimki malga oldin pul o'tkazib qo'yar ekan, kamchanni aniq, ig'irlikni aniq va malni topshirib oladigan vaqtni aniq belgilab pul o'tkazsin. Kamchanda, ig'irlikda va muddatda mushundoq belgilab olish bo'lsa, savdoda noma'lumlik bo'lmaydi va talash tortishga sabab bo'lmaydi. Madinaliklar yana muayyan daraxtlarning mevasiga oldin pul o'tkazib qo'yishadi. Bundoq savdolarda noma'lumlik bo'lishqa Payg'ambar alayhissalom bundan to'sdi. Chunki ashu belgilangan daraxtlar ofatga uchrab qolib, meva bermay qolishi mumkin edi. Demak, bundoq savdo muomalalarining sog'lom shakli muayyan daraxtning mevasini yoki muayyan daraxtning bug'doyini deb shart qilmay, muncha kilo yoki muncha chorak deb o'lchamni shart qilib savdolashdir.
Agar bu kelishimda dehqondan o'rinsiz foydalanish bo'lib qolsa, savdo bunday ahvolda harom bo'lib ketadi. Kuch bilan dasmoyning hamkorlashishi. Ba'zi kishilar bunday deyishi mumkin. Alloh taolo talant va ixtiyorni hikmat bilan ma'lum miqdorda tarqatgan. Ko'pincha ahvolda kishida iqtidor va tajriba bo'lgani bilan qo'lida ko'p pul bo'lmaydi yoki faqatla pul yo'q bo'ladi. Buning aksiga yana bir kishida ko'p pul bo'lgani bilan tajribasi oz yoki faqatla tajribasiz bo'ladi. Bundaqda pul egasi tajriba egasiga pulni bersa, pulni ishlatib foyda topsa, pul egasi tajriba va kuch egasidan, tajriba va kuch egasi pul egasidan foydalansa bo'lmamdi? Bo'libmi ba'zi cho'ng ishlar ko'p kishilarning pul va kuch bilan nasib qo'shishi qarashli bo'ladi. Ba'zi kishilar ziyodi ko'p pul bo'lgan bilan uni ishlatishga iqtidori yoki vaqti bo'lmaydi. Bundaqda bu pullar tajriba egalarining boshqaruvidagi cho'ng ishlarda ishlatilsa bo'lmamdi? Javob: Islom shariati pul egasi bilan tajriba va kuch egasining hamkorlashishini to'smagan. Lekin islom shariati bu hamkorlikni adil va mustahkam olishda qurgan. Agar pul egasi ish egasi bilan sheriklikka rozi bo'lgan bo'lsa, bu sheriklikning barliq natijalariga mas'ul bo'lishni o'z ichiga olishi kerak. Shunga islom shariati faqihlar muzaraba yoki qiroz deb atagan mundaq kelishimlarda foyda olganda, foydaga har ikki tarafning sherik bo'lishini, ziyon tortgandami ziyonga har ikki tarafning sherik bo'lishini shart qiladi. Her bir tarafning foyda olgan pay ziyini ikki tarafning kelishiga qarab bo'ladi. Masalan, ular bir tarafga 50% yoki 30% yoki 25% yoki uningdan az yoki uningdan ko'p belgilab, qolganini yana bir tarafga belgilasa bo'ladi. Demak, pul egasi bilan ish egasi o'rtasidagi hamkorlik ikki sherikning hamkorligidan iborat bo'ladi. Ularning har biriga pay ziyonidan az bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, ma'lum persent belgilangan bo'ladi. Agar foyda chiqsa, foydani belgilangan shart bo'yicha bo'lishadi. Navoz ziyon tortib qolsa, tortgan ziyon burun topgan foydadan chiqariladi. Navoda tortgan ziyon chiqqan foydani yeb ketib, foydadan eshib tushsa yoki texi hech foyda ilinmagan bo'lsa, eshib tushgan miqdor bo'yicha ziyon dasmoyiga bo'ladi. Bu ajablanarli ish emas, chunki pul egasi pulidan bir qism ziyon tortgan bo'ladi. Uning sheriki bo'lgan kuch egasimi oqtirgan ta'ridan va sarf qilgan kuchidan ziyon tortgan bo'ladi. Bundaq kelishimda islomning tuzumi ana shundaq. Ammo aslab ko'p foyda bo'lsa-mu yoki qattiq ig'ir ziyon bo'lsa-mu oshmaydigan yoki kemaymaydigan to'liq kafolatli foyda belgilash bo'lsa, aniqla odillik qilib qilganlik, kuch egasiga qarshi pul egasiga ziyon bosganlik, hayotning ilib beradigan qonuniyati bilan qarshilashganlik hamda hech qanday ish qilmay va hech qanday xatarga yo'liqmay aniq foydani ko'zlashga qiziqtirganlikning dal o'zidir. Mana bu mehnat jazoning ro'yidir. Peygamber aleyhisselam zemin egisi bilan kuch egisi o'rtasidagi tarixchilik kelishimini tuzganda, kelishimda ikki tarafning birisiga muayyan bir zaminning usulini yoki usuldan bir chorak yoki bir tog'or deb muayyan bir miqdorni belgilashni cheklagan. Chunki bu jazonixo'rlikqa va qimorbozlikqa o'xshab qoladi. Balkim zamin shu bir aylanga belgilangan bir chorak yoki bir tog'ordan boshqa usul bermasligi mumkin yoki faqatla usul bermasligi mumkin. Bundaq ahvolda butun foydami bir aylanga, butun ziyonmi bir aylanga bo'lgan bo'ladi. Mana buni adolat hargiz qabul qilmaydi. Mening qarashimcha, tarixchilik kelishimini buzadigan shartlarni aniq o'tirib qo'yib cheklagan yuqorqi hadis pul bilan ish qilish kelishimida savdodan foyda chiqsin yoki ziyon chiqsin, har qanday ahvol ostida ikki tarafning biriga kafolatli foyda belgilanmaslik shartini qo'yishga olimlarning birlik ittifoqlashining asosidir. Ularning qarashicha bu yerdagi pul ishlatish kelishimi bilan u yerdagi tarixchilik kelishimining buzilish sababi o'xshash. Ularning deyishicha, agar bir aylanga ma'lum miqdorda pul belgilasa, balkim shu miqdordan ortiq foyda olmay qolishi mumkin. Bundaq ahvolda u taraf foydani hammani olgan bo'ladi. Balkim faqat foyda olmasligi mumkin yoki intan ko'p foydali qilishi mumkin. Bundaq ahvolda ma'lum miqdorda foyda belgilagan kishi ziyon tortib qoladi. Mana bu har qanday muomala aniq, mustahkam adolat ustida quradigan islom ro'yiga muvofiqdir. Dasmoyi egalarining sheriklashishi. Musulmon kishi pul-molni xohlagan bir ishga selib foyda olsa bo'lgandekla, pulni boshqa bir tajriba egasiga berib, pul ishlatish kelishimi bo'yicha foyda olsa bo'ladi. Tijorat, sanoat yoki har qanday ish ovqatlarda boshqa pul egalari bilan sheriklashib foyda olsa bo'ladi. Chunki ba'zi ishlar ko'pning aqliga, ko'pning kuchiga va ko'pning dasmoyisiga qarshi bo'lib qoladi. Bunday ishlarni qilishga bir kishini yolg'iz keladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bunday deydi: "Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar." Shaxs va jamiyatga yaxshilik olib keladigan yoki uningda yomonlikni to'sadigan har qanday ish agar yaxshi niyat bilan qilinsa, yaxshi ish va taqvodorlik qatoriga kiradi. Demak, islom bunday sheriklashib qilgan ishlarga ruxsat qilib qolmasdan, balki u ish Alloh halol qilgan doira ichida bo'lib, jazona, aldamchilik, zulm, tamaxurlik
va har xil xiyonat qatorliq yomon ishlardan yiroqda bo'lar ekan, islom bu ishni qo'llab-quvvatlab, uningga dunyoda Allohning barakati, oxiratda savob ato qilinganligiga va'da beradi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning bunday deganligini rivoyat qiladi. İki sherik bir-biriga xiyonat qilmasa, men ularning uchinchisiman. Ya'ni ularning maliga barakat ato qilaman, ularning mollarini saqlayman. Agar ularning biri sherikka xiyonat qilsa, men ularning orasidan chiqib ketaman. Ya'ni barakatni ko'tarib o'taman. Sug'urta shirkatlari. Yangi paydo bo'lgan muomalalar ichida sug'urta shirkatlari deb atalgan muomala bor bo'lib, bu muomala umr sug'urtasi va hodisa ofatlar sug'urtasi qatorliq bir qancha turga bo'linadi. Bundoq bo'lsa, bu shirkatlarning hukmi nima? Islom buni yo'l qo'yamdi? Bu savollarga javob berishdan burun sug'urta shirkatlarining mohiyatiga hamda sug'urta qatnashgan kishi bilan sug'urta shirkatining munosabatining qanday ekanligiga qarab boqaylik. Yoki boshqa qilib aytganda, bundoq savol qo'yib boqaylik. Sug'urta shirkatida sug'urta qatnashgan kishi sug'urta shirkatida qatnashgan bo'lamdi? Navoiy shundoq bo'lgan bo'lsa, islom ko'rsatmalari bo'yicha sug'urta qatnashgan har bir kishi foyda ziyon tizimiga bo'ysunishi kerak. Hodisa ofatlarga qarshi sug'urta qatnashuvchi bir yilda ma'lum miqdorda pul to'laydi. Agar sug'urta qilgan do'kon, zavod, korxona, mashina qatorliqlar hodisa ofatga uchramay salomat qolsa, sug'urta shirkati to'langan pulning hammasiga ega bo'lgan bo'ladi-da, buningdan hech narsa qaytarilmaydi. Navoda uningga biror hodisa yoki ofat yuz bersa, kelishgan miqdor to'lab berdi. Bu muomala tijorat va o'zaro sheriklashishning tabiatidan intayin yiroqdir. Ömür sug'urtasiga kelsak, agar 2000 dollar miqdoridagi bir ömür sug'urtasi bor deb qarasak, buningga qatnashmoqchi bo'lgan bir kishi birinchi qatimliq sug'urta qatnash pulini to'lab bo'lgandan keyin o'lib ketib qolsa, u kishi 2000 dollarni to'lab olishga haqli bo'lgan bo'ladi. Navoiy u tijorat sheriki bo'lgan bo'lsa, o'z puli bilan pulning foizini boshqa narsaga haqli bo'lmagan bo'ladi. Uning ustiga u kishi sug'urta shirkatiga bir muddat pul to'lab bo'lgandan keyin bedel to'layolmay qolsa yoki sug'urtadan chekinishni xohlasa, burun to'lab bo'lgan bedellarning hammasini yoki ko'p qismini ziyon tortgan bo'ladi. Demak, bundoq kelishim oz deganda buzuq shartni o'z ichiga olgan kelishimdan iborat bo'ladi. Sug'urta shirkati bilan sug'urta qatnashuvchi o'zlari rozi bo'ladi. Ular o'zlarining manfaatini o'zlari bilishadi degandek so'zlarning hech qanday qiymati yo'q. Chunki jazonidimi o'simlik bilan o'sim to'laguvchi erkaklardan rozilashadi. Qimor o'yinchilarni rozilashgan holatda o'ynaydi. Lekin ularning muomalalari faqat bir taraflama foydasi yoki zulm yoki boshqalarning haqqini o'rinsiz yozish qatorliqlarni maqsad qiluvchi ularning roziligi inoyatsiz bo'ladi. Demak, har qanday muomalaning asos adolatdir. O'ziga va o'zgalarga ziyon urish, yetkazish haromdir. Sug'urta shirkatlari hamkorlashish qurilmalarimi? Agar sug'urta shirkati bilan sug'urta qatnashuvchi o'tirisidagi munosabat hech qaysi jihatdan sherik bilan sherik o'tirisidagi munosabatga o'xshamasa, ularning o'tirisidagi munosabat nima munosabat bo'lmoqchi? Yoki bu hamkorlashish munosabatimi? Undaq bo'lmasa, bu o'rinlar bir turkum iyona qiluvchilar o'zaro bir-biriga yordam qilish maqsadida ma'lum miqdorda qatadigan asliga tayinlangan hamkorlashish qurilmalarimi? Har qanday bir jamoat o'z a'zolarining boshiga kelgan ofatlarni bartaraf qilishda sog'lom hamkorlashish uchun bu maqsadda to'planadigan pul mollarga bir qancha shart qo'yiladi. Birinchi, har bir kishi qarindoshlik haqqini ado qilish uchun o'z pulidan bir kishilik hissini iyona shaklida berishi, shundoq to'plangan pullardan muhtojlarga yordam qilish kerak. Ikkinchi, agar to'plangan bu mablag'ni ishqisida ko'paytirmoqchi bo'lganda, islom yo'l qo'ygan halol yo'llar orqali ishlanish kerak. Uchinchi, hodisa uchrab qolsa ma'lum miqdorda mablag' qaytarilish sharti bilan bir narsa iyona qilish bo'lmaydi. Lekin jamoatning ahvoliga qarab, buningga jamoat pulidan ziyonning hammani yoki bir qismining o'rnini to'playdigan ma'lum miqdorda mablag' beriladi. To'rtinchi, iyona degan badalsiz berilgan narsa yoki yordamdir. Uningdan yenilish haromdir. Iyona qilinsa bu vaqt shariat hukmiga rioya qilinish kerak. Ba'zi islom ellarida hamkorlik jamiyatida mushartlarga uyg'un faoliyat olib boradi. Bunday jamiyatlarda har bir kishi iyona tariqasida oylik badal to'laydi. Ammo u to'lagan badallarni qaytarib ololmaydi yoki uningdan yenib ololmaydi. Yoki badal to'laganda ofat uchraganda ma'lum miqdorda mablag' qaytarib berishni shart qilmaydi. Sug'urta shirkatlariga bo'libmi umr sug'urtasiga yuqoridagi shartlar hech qaysi jihatdan uyg'un kelmaydi. Chunki birinchi, sug'urta qatnashuvchi shaxslar pulni iyona qilish maqsadida bermaydi. Pul to'laganda iyona qilish ularning xiyoliga kelib boqmaydi. Ikkinchi, sug'urta shirkatlari qo'lidagi pul mablag'larini harom qilingan jazoni uchun ishlari ko'paytirdi. Musulmon kishi jazoni aralashgan ishga qatnashsa bo'lmaydi. Uchinchi, sug'urta qatnashuvchi shaxs shart qilingan muddat to'shgandan keyin nechaga bo'lib to'lagan pulning hammini elib qolmay, uning bilan birga ma'lum miqdorda pulni ketib qoladi. Bu o'sin bo'lmay nima? Yana sug'urta tizimining hamkorlash ro'yxatiga zid kelgan taraflaridan biri bo'lsa, qo'l ilkit bar boyga muhtoj kambag'allik qilganda ko'proq berishdir. Chunki
Boy shaxs cho'ngroq mablag' bilan sug'urta qatnashadi. Shunga o'lim yoki ofat yuz berganda boyga kambag'aldan ko'proq nasiya beriladi. Amaliyotda bo'lsa hamkorlash degan muhtojga boshqalardan ko'proq berishni talab qiladi. Kimki sug'urta kelishimida yanmoqchi bo'lsa, qaytarib oladigan pulning ko'p qismi kamaytiriladi. Bu kamaytish islom shariatida o'rinsiz kamayishdir. Meningcha, ofatga qarshi sug'urta kelishimiga bir qancha turtkish kirgizish orqali uni islomga uyg'un muomalalarga yaqin bir shaklda keltirish mumkin. U bo'lsa badal elish sharti bilan ya'ni qilish kelishim bo'lib, bu kelishimga qatnashuvchi shaxs shirkatga to'laydigan pulni keyincha beshiga keladigan balo-ofatlarni yengillash uchun shirkatdan pul olish sharti bilan shirkatga ya'ni qiladi. Bunday muomala ba'zi islom mazhablarida joizdir. Navoda sug'urta kelishimi uning o'zgartirilsa, hamda shirkatning barliq muomalalari jazoni o'sib ishlardan butunlay xoli bo'lsa, bunday kelishim joizlik ko'zlanadi. Ammo umr sug'urtasi meningcha islom yo'l qo'ygan muomalalardan xilli yiroq. Islom sug'urta tuzumi. İslamның bugungi sug'urta shirkatlarining hozirgi shakli va muomalalariga qarshi turganligi islomning sug'urta, amonlik kafolat qilish masalasiga tubdan qarshi kelganini bildirmaydi. Aksicha islom hozirgi sug'urta tuzumiga mazmun va usul jihatdan qarshi keladi. Ammo islomning muomala tuzumiga zid kelmaydigan boshqa sug'urta usullari topilsa, bunday ahvolda islom uni qo'llab qarshi oladi. Shubhasizki, islom davlatiga tabe bo'lganlarning amonligiga o'ziga xos usul bilan kafolat qilgan. Bunday kafolat qilish ya jamiyat a'zolarining o'zaro bir-biri kafolat qilish orqali yoki hukumat va davlat xazinasi orqali bo'ladi. Chunki davlat xazinasi islom hukmronligi ostidagi barliq tirajonlar uchun umumiy sug'urta shirkatidir. Islom shariatida yana ofat yuz berganda shaxslarning omon qilish, ularning beshiga kelgan balo-ofatlarning ta'sirini o'tib ketish kafolat qilish tuzumi bor. Biz yuqorida balo-ofatga uchragan kishi boshqalardan yordam so'rash bo'lganligini bayon qilib o'tdik. Bunun asasen bir şahıs balo-ofat uchrasa, ziyonning hammini yoki bir qismini to'plash uchun hukumatga yordam so'rasa bo'ladi. Shuningdek, o'lgandan keyin varislarni aman qilish tuzumini buni hadisda aniq ko'rib olamiz. Men har bir musulmonga o'zidan bakrak ega bo'laman. Kimki mol dunyo qo'yib ketsa, mol dunyosi varislariga qoladi. Kimki qarz yoki kichik bolalarni qo'yib ketsa, u man qoladi. Ularga mana men ega. İslam öz avlodlarini aman qilish uchun belgilagan tuzumlarning eng kattasi bo'lsa, zakat berilganlar qatorida qarzga bo'g'ilib qolganlarga ulush belgilashidir. Burun olimlarning va olimlarimizning ba'zilari qarzga bo'g'ilib qolg'uchi degan so'zni uyi kuyib ketgan yoki pul melini kelkin vayron qilayotgan yoki tijoratni ofat vayron qilgan yoki shuning o'xshash kishi deb tushundirgan. Ba'zi faqihlar bunday kishiga burunqi holatiga qaytib, qaddini ruslavlashi uchun dini necha ming bo'lsa zakat pulidan berilsa bo'ladi deb qaragan. Ziroat zeminidan foydalanish. Musulmon kishi terilg'u yerga ega bo'lsa, shariatga uyg'un yo'llar orqali u zemindan ya ziroat qilish, ya jarim tikish orqali obdan foydalanish kerak. Terilg'u yerni terimay bekorga tashlab qo'yish ne'matni bekor qilayotganlik yoki mol-mulkni zayi qilayotganlik bo'lganlikdan islom uni yomon ko'rgan. Payg'ambar alayhissalom molni zayi qilishni to'sgan. Terilg'u yer egasi yerdan bir qancha shaklda foydalanadi. Terilg'u yerdan foydalanish usullari. Birinchi xil usul. Yerdan o'zi xabar olib, ziroat terib yoki usul bergan qadar o'zi sug'urib, o'zi parvarish qilish. Bu yaxshi bir ish bo'lib, tikilgan ko'chat, terilgan ziroatdan har qanday bir inson yoki hayvon yoki ucharqushlar foydalanib qolsa, egasiga Alloh savob beradi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ichida ansarlarning ko'pinchisi yerlarini o'zlari teraydi. İkinci xil usul. Yerni o'z egisi teray olmaydigan bo'lib qolsa, boshqalarga o'zining saymon, urug' va yordamchilari bilan terib foydalanish uchun berib turib, terib olg'uchidan hech qanday bir narsa olmaslik. Bu bo'lsa islom targ'ib qilgan yaxshi bir ishdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Terilg'i yer bir odam uni terasin yoki uni qirinishiga terilish uchun berib tursin." Yana bir hadisda Hazreti Jabir radhiyallohu anhu bunday degan: Biz Payg'ambar alayhissalom zamonida ma'lum miqdorda usul yoki boshqa narsani berib, yana boshqalarga tarqatdik. Payg'ambar alayhissalom bizga bunday degan: Kimning yeri bo'lsa, uni o'zi teray olsa, o'zi terasin, bo'lmasa qirinishiga berib tursin yoki bo'lmasa uni tashlab qo'ysin. Dastlabki davrdagi ba'zi olimlar bu hadisning sirtdan ko'ringan ma'nosiga asosan zamindan foydalanish faqat shu ikki xil yo'l orqali bo'ladi deb qaragan. Ularning qarashicha uni yo o'zi terishi, yo terib foydalanganlarga badalsiz berib turish kerak. Boshqalarga bilib turganda yerning ig'dorchiligi o'z egasiga usuli terg'ishga tabi bo'ladi. İmam İbn Azmning sanadi bilan rivoyat qilishicha, Imom Avzoiy bunday degan: Hatta
Mekhul, Mujahid va Hasan al-Basri qatorliqlar mundaq deb qaraydi. Oq yer tanga yoki tilla bilan ijaraga berilmaydi. Usulni ulushish kelishimi bilanmi boshqalarga berib tepilmaydi. Faqatla uni ya egishtiradi, ya boshqalarga bekorga berib turadi. Hazrat Abdullah ibn Abbasning bu hadisga boshqalarga bekor berib tursin degan buyruq berib turishning vojibligini bildirmaydi. U faqatla berib turishning yaxshi ish ekanligini bildirdi deb qarag'anlik rivoyat qilingan. Chunki Imom Buxoriy Amr ibn Dinardan rivoyat qilishicha, u mundoq degan: "Men Ibn Abbasning katta shogirdlaridan biri hisoblangan Tavusqa ishyoqqa berib yer terib quzmagan bo'lsang, chunki sahobalar payg'ambar alayhisalom buni cheklagan deyishadi" dedim. Buni anglab Tavus menga ularning eng bilimlisi Abdullah ibn Abbas demoqchi. Menga payg'ambar alayhisalomning buni cheklaganligini hamda qarindishinglardan ma'lum miqdorda usul talab qilgandan yeringlarni bekorga berib turganlar yaxshiroq deganligini aytgan dedi. Terilg'i yerdan foydalanish kelishimi. Uchinchi xil usul yerni ikkinchi bir shaxsga teriqchilik kelishimi bo'yicha terishga berish. Bu kelishim bo'yicha ikkinchi shaxs yerni teriydi, sug'urdi va farq qiladi. Yerdan usul olganda kelishim bo'yicha usulning 50%ni yoki 30%ni yoki undan oz yoki ko'p ma'lum persentini oladi. Teriqchilikka ketarlik urug', saymon va hayvon qatorliqlarni qaysi taraf chiqaradigan bo'lib kelishgan bo'lsa, shu taraf chiqaradi. Bu usul islom fiqhida yer terish kelishimi deb ataladi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom Xaybar aholisi bilan Xaybar ziminidan chiqadigan ziroat yoki meva usulining yarmini ularga berish sharti bilan teriqchilik kelishimi tuzgan deb kelgan. Bu hadisni sahobalardan Hazrat Abdullah ibn Umar, ibn Abbas va Jabir ibn Abdullah qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu şekildeki teriqchilik kelishimini jaiz deb qaraganlar mushayizga tayinadi. Ular mundaq deydi: "Bu to'g'ri va mashhur bir muomala. Payg'ambar alayhissalom ta vafot bo'lguncha bu muomalani qilgan. Undan keyin Rashid xalifalarmi ta vafot bo'lguncha mush muomalani qilgan. Ulardan keyin ularning avlodlarimi bu muomalani qilgan. Madinada bu muomalani qilmagan bir oila qolmagan. Payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar alayhissalomning ayollarimi mushunday muomala qilgan. Bunday uzun davomlashgan muomala amaldan qoldirilgan bo'lishi mumkin emas. Chunki amaldan qoldirish payg'ambar alayhissalomning hayotida bo'ladi. Ammo toki vafot bo'lgan qadar qilib, vafotidan keyin uning xalifalari amal qilsa, hamda barliq sahobalar bunga birdek ma'qul kelib, ulardan birimi buning qarshi turmagan bo'lsa, bu muomala qandoq amaldan qoldirilgan bo'lsin? Agar payg'ambar alayhissalom zamonida bu ish bekor qilingan bo'lsa, uni bekor qilgandan keyin qandoqligi yana uni qilgan Xaybarda kelishim tuzilganlik vaqasi shundoq mashhur vaqa turibliq. Buning bekor qilinganligi qandoq bo'lib payg'ambar alayhissalomning xalifalariga yetmay qolgan. Bu muomalaning amaldan qoldirilganligini rivoyat qilgan kishi ularga buni aytmay naya ketgan. Teriqchilikdagi noto'g'ri kelishim. Payg'ambar alayhissalom zamonida yana bir xil teriqchilik kelishimi bo'lib, bu kelishimda talash-tartishga sabab bo'lgan noma'lumlik va qorong'ulik bo'lganlikdan hamda islomning hamma sohalarida rioya qilingan adolat ro'yi xilof qilish bo'lganlikdan payg'ambar alayhissalom sahobalarni bunday muomala qilishdan to'sgan. Bu kelishimda zimin egasi yerni terg'ishga shart qo'yib, uningga mavi yerning usulini men olaman yoki mavi tarafning usulini men olaman yoki usulning ma'lum miqdorini olaman. Masalan, 5 chorak tag'a 5 chorak yoki 5 og'ir deganda. Belgilangan miqdorni men olaman, qolgani sening bo'ladi yoki qolganini teng olishimiz deydi. Payg'ambar alayhissalom adolatning oz yoki ko'p bo'lsin, hamma usulda har ikki tarafning sherik bo'lishini taqozo qilganligini e'tiborga olgan. Agar bir tarafga muayyan nasib belgilangan taqdirda zimin shu belgilangan miqdordan boshqa ortiq usul bermay qolsa, bu chog'da bu bir taraf butun usulni olgan bo'ladi. Ikkinchi tarafga hech narsa qolmaydi. Agar ma 5 mo'ning usulini men olaman, qolgani sening bo'lsin degan bo'lsa, bu 5 mo'dan usul chiqmay qolib, hech narsaga erishilmay qoladi. Ikkinchi taraf qolgan yerlardan chiqqan ba'zi usulga ega bo'ladi. Undaqda her ikki taraf persent bo'yicha kelishib, usuldan tang bahramon bo'lishi kerak. Navoda usul ko'p chiqsa, buningdan her ikki taraf bahramon bo'ladi. Az chiqsa, buningdan her ikki taraf ziyon tortadi. Navoda hech qanday usul chiqmasa, ziyonni her ikki taraf tang tortadi. Her ikki taraf tortgan bo'ladi. Bundaq kelishim her ikki tarafning ko'nglini xotirjam qiladi. Imom Buxoriyning aytishicha, Hazrat Rafi ibn Hadis radhiyallohu anhu mundaq degan: "Biz Madinada eng ko'p yer egasi edik. Biz bir tarafning usulini yer egasi elish sharti bilan yerni ijaraga berdik. Ba'da yer egasiga belgilangan zaminda usul chiqmay, qolgan yerdan chiqib qoladi. Yoki hamma yerdan chiqmay, faqat yer egasiga belgilangan yerdan usul chiqib qoladi. Shunga buningdan cheklandik.
İmam Muslim onun mundaq deganligini rivoyat qilgan. Kishilar payg'ambar alayhissalom zamonida eriq o'stanning bosh oyog'ida va qirg'oqlarda o'sgan narsalarga va muncharak degandek ma'lum miqdor ko'sulg'i yerni ijaraga beradi. Ba'zida ma'o qilib av vayron bo'ladi yoki av qilib ma'o vayron bo'ladi. Kishilarning buningdan boshqa shaklda ijaraga beradigan usul yo'q edi. Shu sababdan yerni ijaraga berish cheklangan. İmam Buxariyning yana bir hadisida payg'ambar alayhissalom sizlar tirilg'u yerlaringlarni qanday qilasizlar deb so'raganda sahobalar biz yerlarimizdan chiqqan xurmo yoki arpaning to'rtdan biri bilan birga bir qancha tog'larga keshib ijaraga beramiz deb javob bergan. Buni anglab payg'ambar alayhissalom ularga undaq qilmanglar degan. Buning ma'nosi ular oldi bilan ma'lum o'lchamda, masalan bir tog'ar yoki ikki tog'ar o'sini elishni belgilab, undan keyin qolganini persentajlab o'lishib kelishadi. Masalan, sana 25%, bana 75% degandek. Bundaq muomala cheklashni shuni ko'rib olamizki, payg'ambar alayhissalom jamiyatda to'liq adolatni vujudga chiqarishga hamda mo'minlar jamiyatidan har qanday qiyil majro urug'larni yiroqlashtirishga intayin yetishman edi. Hazrati Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuning aytishicha, ikki kishi payg'ambar alayhissalomning oldiga bir zamin to'g'risida talash-tarish qilib kelganda, payg'ambar alayhissalom ularga agar hamisha mushundoq jidallashadigan bo'lsanglar, bundan keyin e'tizorlarni ijaraga bermanglar degan. Aslida zamin egasi bilan yerga ishlovchining bir-biriga kam qo'shaqlik bilan muomala qilish vojibdir. Masalan, zamin egasi o'slining ko'p qismini olaman deb turolmasligi, ishlovchimi zamin egasining haqqini yeyolmasligi kerak. Shunga Hazrat Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunday degan. Payg'ambar alayhissalom tarixchilik qilishini cheklamagan, lekin har ikki tarafni bir-biriga yaxshi muomala qilish buyurgan. Mana bu sababdan Hazrat Tavusga bu tarixchilik ishini qilmagan bo'lsam, chunki sahobalar payg'ambar alayhissalom buni cheklagan deyishadi deyilganda, u men ularga yordam qilyapman, ham beryapman deb javob bergan. Demak, uning maqsadi ishlovchilarning och qolishiga qaramay, zamindan usul elishli bo'lmasdan ularga yordam qilishdan iborat bo'lgan. Musulmon jamiyat degan mana shunday bo'lish kerak. Balkim ba'zi zamin egalari zaminlarni ochko'z nafsining to'g'rilmay yo'qolgan bir narsaga ijaraga berib avara bo'lishning o'rniga yerlarni ya termay yoki bog' barpo qilmay bekor tashlab qo'yishni afzal ko'rishi mumkin. Shunga Hazrat Umar ibn Abdulaziz o'z xalifaligidagi munosabat o'rinlariga yerni usulning 4dan 1ga yoki 3dan 1ga yoki 5dan 1ga va yoki 10dan 1ga ijara beringlar. Hargiz uni termay xarob qilib tashlab qo'ymanglar deb buyurgan. Terilg'i yerni pulga ijara berish. 4-usul, ya'ni yerni ma'lum miqdorda pul berlik tervilg'uchiga ijaraga berish. Bu usulni ko'plagan mashhur olimlar ba'zi hadislarga tayanib joiz deb qaragan. Boshqalar bo'lsa payg'ambar alayhissalomning yerni ijaraga berishini cheklaganligi haqidagi sahih hadislarga asoslanib, uni cheklangan ish deb qaragan. Payg'ambar alayhissalomning zaminni ijaraga berishini cheklaganligini Badr g'azotida qatnashgan 2 peshqadam sahoba, yana Hazrat Rafi ibn Xadij, Jabir, Abu Said, Abu Hurayra va Ibn Umar qatorliqlarning hammasi rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom Xaybarliklar bilan tarixchilik kelishim tuzganligi hamda vafotidan keyinmi Rashid xalifalar zamonida shu kelishim almashganlik uchun yerni ijaraga berish cheklanishidan faqat tarixchilik kelishimi bilan mustasno qilingan. Bu masalaga shariat belgilamalarining tadrijiy o'zgarish jihatdan qaraydigan bo'lsak, Imom Ibn Hazmning aytgani to'g'ri chiqadi. U mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganda Madinaliklar yerlarni ijaraga berishadi. Yerlar payg'ambar alayhissalomdan ilgarimi va payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lib aytilgandan keyinmi ijaraga berilib kelganligida shak yo'q. Keyin bir qancha sahobalardan payg'ambar alayhissalomning zaminni ijaraga berishdan umuman to'sqinlik isbotlandi. Shuning bilan yerni ijaraga berish keskin cheklandi. Kimki keskin cheklangan ishga qayta ruxsat qilindi, hamda bu cheklam amaldan qoldirildi deyotgan, u yolg'onchi deb qaraladi. Faqatla zaminni chiqadigan usulning 25% yoki 30% deganga o'xshash usulning ma'lum bir qismini ijaraga berishga bo'lganligiga dalil bor. Bu bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalomning zaminni ijaraga berishini cheklagandan keyin bir qancha yillar o'tganda Xaybar zaminni shunday ijaraga berganligi hamda hayotining oxirigacha shu kelishim bo'yicha ish qilganligidir. Dastlabki davrdagi olimlardan bir bo'laki mushqarashli bo'lgan. Masalan, ulug' tabiin va Yaman olimi Tavus yer zaminni oltin kumushga ijaraga berishni yomon ko'radi. Usulning bir qismiga ijara berishni mayli deb qaraydi. Buningga ba'zilar payg'ambar alayhissalom zaminni ijaraga berishni to'sqan deb davriy qo'yganda, u Muaz ibn Jabal payg'ambar alayhissalomning Yamanga bergan elchisi kelib, bizga terilg'u yerlarni chiqadigan usulning 3dan 1 yoki 4dan 1ga ijaraga berdi. Biz shunga tabiin qadar shunday qilib kelyapmiz degan. Bu so'zdan u yerni pul bilan ijaraga berishni cheklangan deb qarab, usulning bir qismiga ijaraga berishni joiz deb qarayotgandek ko'rinadi. Bunday qarash Muhammad ibn Sirin va Hazrat Abu Bakrning nevarasi Abul Qasim Al-Qasim ibn Muhammaddan rivoyat qilingan.
Ularning qarashicha yerni usulning 3dan 1 yoki 4dan 1 yoki 10dan 1ni elishga ijaraga bosib bo'laveradi. Yer egisi hech qanday chiqimni o'z ichiga olmaydi. Ularning yana zaminni ijaraga berishdan cheklanganligi rivoyat qilinadi. Yana tabiin olimlardan boshqa bir bo'lkining zaminni ijaraga berishni pul bilan bo'lsin yoki usulning bir qismi bilan bo'lsin, umuman cheklaganligi rivoyat qilinadi. Lekin ular usulning bir qismiga, ya'ni ijaraga berishga bo'lganligiga payg'ambar alayhissalom va uning xalifalari va Hazrati Muad ibn Jabalning qilgan amaliy ishlarni isbot qilganligini rad qilmaydi. Demak, yerni usulning bir qismiga ijaraga berish 1-asrda musulmonlarning amaliyotida qonunli ish bo'lib muayyanlashgan. Ammo zaminni pulga ijaraga berishni cheklash bo'lsa, islom ko'rsatmalariga va aqlga muvofiq cheklashdir. Qiyos terilg'u yerni pulga ijaraga berishni cheklashni taqozo qiladi. Islom asoslari uning aniq keskin ko'rsatmalariga to'g'ri qilgan qiyos qilganda terildigan oq yerni pulga ijaraga berish cheklandi. Chunki birinchi, payg'ambar alayhissalom zaminni chiqargan usulning bir chorak yoki bir tovar degandek muayyan bir qismini zamin egasiga belgilab ijaraga berishni cheklagan. Faqatla persentlashtirib 25% yoki 33% yoki 50% deb ma'lum persentni belgilab ijaraga berishni ruxsat qilgan. Bundoq bo'lishni ikki tarafning har qanday ahvol ostida foyda ziyonga teng sherik bo'lish uchundir. Chunki persentga pishganda ziroatga ofat tegmay, usul bergan taqdirda har ikki taraf bundan bahramand bo'ladi. Ofat tegib usul chiqmay qolsa, har ikki taraf ziyonni ko'rishga sherik bo'lgan bo'ladi. Ammo ikki tarafning har biriga har qanday ahvol yuz berishidan qat'iy nazar muayyan bir narsa belgilash hamda qarshi tarafning tepgan ta'rining hech qanday narsaga erishmasdan bekor aqlga parvo qilmaslik, qazonxo'rlik va qamarvozlikqa nimga o'xshash. Zaminni pulga ijaraga berishni mush asos tahlil qilgan bo'lsak, qazonxo'rlik va qamarvozlik bilan bunday cheklangan yer kirish kelishim o'tirsa, hech qanday farq qolmaydi albatta. Chunki zamin egasining yerini ijaraga berishda qo'ldan keladigan nasibasini elishi cho'qim ish qo'shadigan bir ish. Ammo ijaraga oluvchi bo'lsa, zaminning usul berish yoki bermasligini bilmaydiganlik uchun foyda elish yoki ziyon tashishni bilmaydi. Demak, u o'zguchi va ta'rif bilan qimor o'ynag'uchi o'xshab qoladi. Ikkinchi, o'z igdorchiligidagi bir narsani boshqa bir kishiga ijaraga beradigan kishi ijaraga berilgan narsani ijara olg'uchiga tayyorlab, uningdan foydalana oladigan qilib berganlik uchun hamda u narsaning ishlatish orqali asosan uqraydiganligi va qimmatining kamaydiganligi badaliga ijara haqqini erishga loyiq bo'ldi. Bundaqda zaminni ijaraga oluvchiga tayyorlab berish uchun zamin egasi nima qilib bergan? Zaminni ziroat o'stirishga yer egasi emas, Alloh tayyorlab bergan. Uning ustiga yer qandoqsiga kirish bilan uqrab qoladi. Zamin degan bino va uskunlardek uqrab ketmaydi. Uchinchi, bir kishi uy ijaraga olsa, uyda turish orqali undan hech qanday to'solg'isiz bevosita foydalana oladi. Uskuna ijaraga olsa shunday foydalanadi. Ammo terilg'u yer ijaraga olganda undan foydalanishi bevosita keskin emas. Chunki u yerni ijaraga olsa, undan uydan foydalangandek foydalanolmaydi. Balki u erishish notayin bo'lgan bir foydani keltirish uchun chapaloq ishlab taraf qilish kerak. Demak, zaminni ijaraga berishni uyni ijaraga berishga o'xshatib qiyos qilish to'g'ri qiyos qilish emas. To'rtinchi, sahih hadisda payg'ambar alayhissalomning ziroat va mevlarni pishmoq chig'illar tabiiy ofatdan saqlanish qolmasligiga ma'lum bo'lmasdan, e'tizda va shahat turg'izib setishni cheklaganligi isbotlangan. Buning sababini bunday deb ko'rsatgan. Navoda Alloh taolo meva yoki usul bermasa, qarindishinglarning pulini nimaga asosan hal qilib olasizlar? Agar bu so'z pishishga yaqinlashib, ammo ofatdan saqlanishi aniq bo'lmagan mevani saqlagan odamga qarata aytilgan so'z bo'lsa, bir ketmanmi chepib boqmagan, bir dona urug'ni silib boqmagan oq yerni boshqalarga pulga ijaraga beradigan odamga nima deyish kerak? Bu odamga Alloh taolo meva yoki usul bermay qolsa, qarindishingning pulini nimaga asosan olsan deyish texim loyiq emasmi? Men kefazliklarni qo'rtiyab bekor qilayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Natijada yer egalari ijara haqqini talab qildi. Ijaraga oluvchilar bo'lsa, imzo qo'ygan kelishim bo'yicha ijara haqqini to'lash majbur bo'ldi. Buningdagi odillik qayerda? Islom rioya qiladigan adolat buningda bormi? Adolat cho'qim foyda ziyon har ikki tarafga bo'lgan yer telish kelishim bilan vujudga chiqadi. Imom Ibn Taymiyya terilg'u yerni ijaraga berishni joiz deb qarasimi, islom shariatining adolati va prinsiplariga muvofiq keldigini terishchilik kelishimi ekanligini muayyanlashtirib bunday degan. Terishchilik kelishimi ijaraga bergandan bekrak halol hamda adolat va shariat asosiga bekrak yaqindir. Chunki terishchilik kelishimida ikki taraf foyda ziyonga teng mas'ul bo'ladi. Ammo ijaraga berganda yer egasi ijara haqqini to'liq topshirib oladi. Ijaraga oluvchi bo'lsa, yo usul oladi, yo ololmaydi.
İmam İbn Qayyim öz davridagi askar va beklarning dehqonlarga solgan jabr zulmlari haqida mundoq deydi. Navoda askar va beklar dehqonlarga Alloh va uning payg'ambari belgilagan rash xalifalar ijro qilgan tuzum bo'yicha muomala qilgan bo'lsa, qazonmi yo'q, chimishmi yo'q bo'lib, Alloh ularga osmon zaminning barakatini ichayotgan bo'ladi. Zulm bilan olgan usulning natijasini olgan bo'ladi. Afsuski, ularning nodonligi va zolimligi gunoh va zulmdan boshqani qildirmadi. Natijada oxiratda jazolanib qolmay, dunyodami barakatdan mahrum qilindi. Agar Alloh va uning payg'ambari belgilagan, sahobalar ijro qilgan, bizning qilishimiz kerak bo'lgan to'g'ri tuzum qaysi deb so'ralsa, javobi yer egisi va yer turg'uchi adolatdan bahramon bo'la oladigan, bir tarafga yonbosmaydigan tarixchilik kelishimidir. Amaliyotda yon besish va nohaqchilik qilish yurtni xarob qilib, kishilarni buzib, barakat va bayashashlikni to'sib, huquq egalarining harom yeyishiga sabab bo'lgan. Bundaq adil tarixchilik tuzumi Payg'ambar alayhissalom davri va uning Rashid xalifalari davridan tortib musulmonlar qilib kelayotgan ishdir. Muhojirlardan Hazrat Abu Bakr jamoati, Umar jamoati, Osman jamoati, Ali jamoati va boshqa jamoatlar qilib kelgan ishdir. Yana buni katta sahobalardan Hazrat Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit va boshqalar to'xtalib qaragan. Hamda bu hadis olimlaridan Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahaway, Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, Davud ibn Ali, Muhammad ibn Ishaq ibn Huzayma, Abu Bakr ibn al-Munzir va Muhammad ibn Nasr al-Mawrazi qatorliqlarning qarshidir. Bu yana Lays ibn Sa'd, ibn Abi Layla, Abu Yusuf va Muhammad ibn al-Hasan qatorliq imomlarning ko'pchiligining qarshidir. Payg'ambar alayhissalom Xaybarliklar bilan Xaybar zaminidan chiqadigan meva va ziroatning usulining yerimini ishga kelishgan. Vafot bo'lgan qadar bu kelishimga amal qilgan. Bu kelishim Hazrat Umar Yahudiylarni Xaybardan chiqarayotgan qadar davomlashgan. Bu kelishimda Payg'ambar alayhissalom yerni gullantirishga keladigan chiqim bilan chechiladigan urug' chiqimni Xaybarliklar ko'tarildi deb shartlashgan. Shunga olimlarning qarashlarining to'g'risi, urug'ni ikki taraf o'ziga olsa bo'lganidek, yer terg'ishi yolg'iz o'ziga olsin bo'ladi degan qarashdir. Imom Buxoriy Sahih hadislar to'plamida aytishicha, Hazrati Umar kishilar bilan urug'ni Umar chiqarsa, usulning yerimini oladi. Agar urug'ni yer terg'ishlar chiqarsa, ular usulning munchiligini oladi, ya'ni yerimidan ko'proqini oladi deb tarixchilik kelishimi tuzgan. Tarixchilik kelishimi haqidagi hadislarning hammasida yer terg'ishining usulning yerimidan oz olganligi ma'lum emas. Balki ba'zilarda yerimdan ko'p olganligi ma'lum. Shunga yer terg'ishining oladigan narsasi usulning yerimidan oz bo'lmasligi kerak deganda ko'ngil xotirjam bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom uning xalifalarimi Xaybar yahudilari bilan shundoq muomala qilishgan. Shunga quruq yerning nasibasi ishlaguvchinikidan ortiq bo'lib ketishi toza munosib ish emas. Hayvonotlarni beqishda sheriklashish. Bizning yurtlarimizda bo'libmi yezlarda bir xil muomala bor bo'lib, buningda ikki taraf hayvonotlarni beqishda sheriklashadi. Bir taraf dasmoyining hammasini yoki bir qismini bersa, yana bir taraf hayvonlardan xabar olib boqadi. Keyin foydani ikki taraf o'zaro bo'lishib oladi. Bunday sheriklashlikka qarshimizni o'tirib qo'yish uchun uning shakllarini bayon qilib o'tishimiz zarur. Birinchi shakli kala mo'zaylarni semirtish uchun beqishda sheriklashish yoki kala mo'zaylarni sut chiqarish uchun beqishda sheriklashdik. Ikkili taraf faqatla tijorat maqsadida sheriklashish. Aslida buningda birinchi taraf pul chiqarishi, ikkinchi taraf ish va kuch chiqarish kerak. Bu bo'lsa beqish va parvarish qilishdir. Yem-xashak qatorliqlarga qilgan chiqimni bir taraf ustiga olmasdan har ikki taraf teng ko'tarishi, mol setib olganda ketgan chiqimni mol setilgan puldan chiqarib o'tib, qolgan foydani shartlashgan bo'yicha o'zaro bo'lish kerak. Demak, bir taraf chiqimni o'ziga olib qilgan chiqim badaliga hech narsaga erishilmasa, adillik bo'lmaydi. Ikkinchi shakli bir taraf pul chiqarib, yana bir taraf beqib parvarish qilib sheriklashish. Lekin boqquchi moldan chiqadigan sutdan yoki molni tarixchilik ishlatib sug'urish va yer ag'dirish orqali foydalanish. Agar beqilgan sut chiqadigan va ishlatkili bo'lgan cho'naq hayvon bo'lsa, bu shaklda muomala qilsa bo'ladi. Ikkinchi taraf qilgan chiqim bilan foydalangan sut va ishning tangshalmasligi rost. Shunaqla chiqargan kuch bilan foydalanib olgan narsaning dal udul chiqishi tayin. Shunga buningda bir xil qorong'ulik bor, lekin biz shariatda bunga o'xshash ishlarda ruxsat qilinganligi uchun bu ozg'in noma'lumlikni e'tiborga olmay, bu ishni joiz deb qaradik. Göri ra'na haqidagi sahih bir hadisda go'riga qo'yilgan narsa hayvon bo'lsa, uni minib sutini sig'ib ichsa bo'ladi deb ko'rsatilgan. Hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Miniladigan mol go'riga qo'yilgan bo'lsa, chiqimi qilinib miniladi. Sig'in kala go'riga qo'yilgan bo'lsa, chiqimi qilinib sig'ib ichiladi. Minib sutini sig'ib ichadigan kishi uni boqadi." Mana bu hadisda payg'ambar alayhissalom hayvonni beqishga ketadigan chiqimni miniladigan hayvonni minish, sig'iladigan hayvonni sig'ib
sutini ichish badaliga hisoblagan. Agar bundaq go'riga qo'yish shakli qilgan chiqimning minish va sig'ishdan oldigan foydadan kam yoki ortiq bo'lib qolishiga qaramay, kishilarning bir-biriga go'ri orqali hujjatlashiga bo'lgan ehtiyoji asosan joiz qilinsa, buning o'xshashi ehtiyoj bo'lganlikdan yuqoridagi hayvonot sherikchilik shaklida joiz qilinsa bo'ladi. Bu hadisdan yakunlab chiqarganimiz o'zimiz xos qarashdir. Bunun to'g'ri bo'lishini umid qilamiz. Ammo suti va ishidan foydalanishga bo'lmaydigan kichik mo'zaylarda pul bir tarafdan, chiqim bir tarafdan bo'ladigan asosiy sheriklikka kelsak, islom qoidalari buni ruxsat qilmaydi. Chunki buningda chiqim qiluvchi qilgan chiqimining badaliga molning suti yoki kuchidan foydalanolmaydi. Ikkinchi taraf bo'lsa, uning qilgan chiqimidan foydalanadi. Bu islom barliq muomalalarda ko'zlab kelgan adolatga uyg'un kelmaydi. Agar ular mo'zaylarning suti yoki kuchidan foydalanadigan vaqt kelguncha chiqimni teng ko'tarib tursa, meningcha joiz bo'ladi.